Mahalliylashtirish bo'yicha 25-yil uchun dastur bo'yicha barcha shahar va tumanlarda 87 ta loyihalarda 8,5 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan bo'lib, shundan 30 xil yangi turdagi mahsulot ishlab chiqarilishi hamda 64 ta kengaytirilgan loyihalar hisobiga 658 million dollarlik importni qisqartirish belgilangan. 25-yil yakuni bilan viloyatda jami amalda 10 trillion so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarilib, reja ko'rsatkichi 117% ga bajarildi hamda 770 million dollarlik importni qisqartirishga erishildi. Importni qisqartirish bilan birga viloyatda mahalliylashtirilgan mahsulotlardan 20 million dollarlik eksport qilinishiga erishilgan. 25-yilda viloyatda Motoroller skuterlar, qalampirdan pigment rang, zamonaviy isitish tizimlari, Kia avtomobillari uchun antenna, multimedia tizimlari hamda glushitel shisha tola, kompozit shifer, sendvich panel, rangli metal rekonstruksiyalar, alyumin profillar, mikro gidroelektrostansiyalar dastgohlari, milliy traktor kabi yangi turdagi mahsulotlar o'zlashtirildi. Kooperatsiya aloqalarini kengaytirish viloyatdagi jami 5200 bitta sanoat korxonalari kooperatsion.uz elektron portalidan ro'yxatdan o'tkazilgan bo'lib, ushbu korxonalar tomonidan portalda mahsulot sotish va sotib olish shartnomalari imzolash ishlari amalga oshirilib borilmoqda. 25-yilda ushbu korxonalar tomonidan tarmoq korxonalari o'rtasida 7988 ta bo'lgan umumiy qiymati 949 milliard so'mlik shartnomalar imzolangan bo'lib, o'tgan 24-yilga nisbatan 190% ga ortgan.